Assalomu alaykum jigarlar. Sizlar uchun Nexia bombachasi videoni oxirigacha ko'rsangiz narxini aytaman. Nexia 2013-yil yuragini 276 ming. 15 diska razmerda mexi balonchalar qo'yilgan. Salon ichini ko'rishingiz mumkin. Salon ichi ham o'ta akron holatda turibdi. Sidenalari gap bo'lishi mumkin emas. Orqa salonni ham ko'rishingiz mumkin. Bursam xarajat qilmaysiz. Даже qizig'ida Kurgon Fiat oyna qo'yilgan mashinaga. Mashinamizning kraskachalari radnoy. Keyin mana shu oldi kapoti bilan chap krilovskiy kraskasi bor. Keyin kapotni ko'rsatamiz, o'zini заводской gibrid motori bilan turibdi. Orqa bagaji ham o'ta akkurat holatda turibdi. Metan balonlar qo'yilgan, subwoofer yashiklari ham bor. Просто mashinani olasiz haydaysiz. Mexi balonchaga qo'yilgan mashinamizga gap bo'lishi mumkin emas. Bursan xarajat qilmaysiz, mashinaga qizig'i jigar. Bu mashinani o'tirishi baribir boshqachada jigar. Salon ichi o'ta akron holatda turibdi. Magnitofon o'ta akkuratni. Pioner original kolonka ham qo'yilgan jigar. Jigar, просто bu mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Mashinamizning narxi $5500. Yana kelishadigan joyi bor. Egalar nomerini qoldiraman, yana bog'lanishingiz mumkin.